O'shanda Nodirxo'ja aka Inamarka hayda ham bo'lganlar. Men to'g'risini aytaman, o'shanda men bu Nodir akamni tanimaganman. Lekin o'sha 750 ming so'mdan 40 million oyligacha o'zimning kuchim bilan chiqishga muvaffaq bo'ldim. 2017-yilda Artelda marketing oddeli bo'lgani bilan, lekin bu oddelda ishi marketingdan iborat bo'lmagan. Stadionga borishdi, 3 soat qoldi, bilet yo'q. Hamkorga telefon qilma, aka 1 soat qolganda bilet chiqadi bor. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizda marketing va sotuvda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan Otabek aka bilan bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum Otabek aka. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, o'zingizlar tuzumsizlar? Ha, rahmat. Hop, bugun siz bilan shu kelishganimizdek marketing va sotuv bo'yicha gaplashamiz. O'zi mana shu marketing yili sotuvga kirib kelishingiz yo'li qanaqa bo'lgan, shu bo'yicha aytib bera olasizmi? Bosh ofisda marketing bo'limi ochilayotgan bo'lgan o'sha paytda. O'sha joyga suhbat asosida kadrlarni yig'ish etapi bo'layotgan ekan. Biz borganmiz, men o'zi o'tda bo'lishim kerak bo'lmaganman, 16-odam bo'lib qolganman, chunki o'zi 15 ta odam 5 ta zavoddan 3 tadan yig'ilgan bo'lgan. Men o'zi spiskada bo'lmaganman, 16-chi bo'lib men borib qolganman. Lekin eng qiziq joyi o'sha yerda 2 ta odam oxirida yutib chiqqan, ya'ni men bilan bitta zavod xodimi yutib chiqqan. Shun bilan men servis sohasidan, ya'ni Artel servis sohasidan bosh ofisga marketing oddeliga o'tib o'z ishimni boshlaganman. Lekin 2017-yilda Artelda marketing oddeli bo'lgani bilan, lekin bu oddelda ishi marketingdan iborat bo'lmagan. Agar nimadan iborat bo'lgan? Ya'ni har kunlik ish nimadan iborat bo'lgan? Biz endi borib ishga boshlaganimizda, men o'zim ham u payt yaxshi marketologman bo'lganman deb ayta olmayman. Birinchi qilgan ishimiz o'tda har kun Abu Saxiy bozoriga borardik. Abu Saxiy bozorida har bitta do'konlarga kirib, Artel mahsulotlarini o'sha do'konda turish holatlari nechta turibdi, shunga o'xshash ishlar bilan shug'ullanganmiz. Lekin bizning asosiy bitta yutug'imiz bo'lgan, hozir ham bor, turkiyalik juda bitta kuchli mutaxassis ishlaydi Artelda, Umid Uysal degan. Shu odamni men o'zimga ustoz deb bilaman. Bu odam hozirgacha ishlayapti. Juda ham adaptatsiyasi kuchli kadr hisoblanadi. Biz mana shu odamdan marketingga tegishli bo'lgan juda ham ko'p narsani o'rganganmiz. O'sha payt marketingga 4 yoki 5 ta kadrlar olingan va bizning asosiy ishimiz u paytda produkt marketolog vazifasidan ishimizni boshlaganmiz. Ya'ni o'zi marketingni o'zi ikkiga bo'lib olish kerak deb bilaman. Mana hozir ham ko'p joylarga boramiz, ko'p joyda o'sha suhbatlashamiz. Biznes egalari bo'ladi yo kommersiy direktorlar, shunga o'xshash odamlar bilan gaplashamiz. Lekin marketing oddeli deganda ko'pchilik PR chastini, ya'ni promotion, xuddi shunaqa reklama chastini tushunadi. Men buni noto'g'ri deb bilaman. Akfa Holdingda eng kuchli taraflardan bittasi aynan shu. Marketingni ikkiga bo'lib olishgan. Ya'ni promotion chasti bor va analitika chasti bor. Analitika chasti juda ham kuchli rivojlangan. Mana shu 2017-yilda men o'zim birinchi tamal toshlarni qo'yganmiz desam ham noto'g'ri bo'lmaydi. Juda ham kuchli. Masalan, shunaqa qo'lda bazasi bor. Ko'pchilik bekitmaymiz, o'zi Artel yoki boshqa kompaniyalarni monopoliya deb hisoblaydi. Men bu fikrga umuman qo'shilmayman. Chunki oddiy misol, agar shu bitovoy texnikalar ishlab chiqaruvchilarni agar sanaydigan bo'lsak, hozir mahalliy ishlab chiqaruvchilarning o'zi 10 ga yaqin sanab qo'ysak bo'ladi. Yoki xuddi shunaqa boshqa yo'nalishlarda ham juda ham ko'p mahalliy ishlab chiqaruvchilar, undan tashqari import olib kiruvchilar ham bor. Import brendlar ham baribir konkurent hisoblanadi. Xuddi shunaqa. Lekin aytib o'tganimdek, Artelda ichkariga kirgan odam, ishlagan odam bu narsani ko'ra oladi. Chunki marketing oddeli nima ish bilan shug'ullanyapti? Men aytganimdek, juda ham katta baza bor. Ya'ni tushunishingiz uchun Artel televizorini qaysi viloyatda, kimga, qaysi modeldan, nech puldan sotish, o'zi uni bozori qancha, uni kim oladi, qachon oladi, qayerda oladi, shunga o'xshash savollar o'sha bor. Agar men o'ylayman, boshqa kompaniyalar ham aynan mana shu strategiya orqali ishlay olsa, ular o'sha bu monopoliya, bu boshqacha noto'g'ri ishlayapti degan fikrlardan qochib, o'zi ham bemalol bozori katta qismini olishga menimcha erishadi. Tushunarli. Hop, Artelda qilgan uspeshni, ya'ni o'zbekcha aytganda muvaffaqiyatli loyihalaringizdan gap bera olasizmi? Endi Artelda 2019-yilga ishlaganmiz. Eng muvaffaqiyatli ishlarimiz shu o'zi Artelda 17-18-yillarda suvda eng pik paytiga chiqqan deb bilaman.
o'sha televizor, konditsioner mahsulotlari juda ham ko'p katta sotuvlarga erishgan. Ko'p ya'ni reklama bo'yicha strategiyalar yoki marketing o'sha analitika kasblari bo'yicha strategiyalarni aynan bizani jamoa taklifini berardi. Ya'ni oddiy misol mana shu chillachi hozir oradan 7-8 yil vaqt o'tib ketdi, lekin hali ham masalan chillachi desa juda ham ko'pchilik biladi bu so'zni. Mana shu paytlar aynan bizning paytlarga to'g'ri kelgan. Tushunarli. Keyin yana bitta savol bor. Ko'pchilik marketingda yuradiganlarni qiziqtiradi. Artel o'z boshida kirganda odamlar orasida Artel va o'zimizniki degan narsa bo'lardi. Ya'ni o'zimizniki deganda sifatsiz mahsulotlar yoki arzon mahsulotlar tushunarardi, import mahsulotlarni odamlar xohlashardi. Boshida shu Artel deganda arzoncha yoki o'zimizniki sifatsiz degan qanaqadir мнение bor edi odamlarda, ya'ni fikr bor edi. Oradan qisqa muddat o'tdi, Artel ham уже nima deydi, bemalol o'ylanmasdan xarid qilishyapti. Sifatli mahsulotligiga ishonch bildirishyapti. Bu yana qaysi protsessdan o'tdi? Ya'ni bu Artel bitta brendi butun fikr o'zgartirib yubordi. Ya'ni faqat o'zimizniki deganda sifatsiz mahsulot emas, sifatli mahsulotlar ham chiqadi degan narsani bera oldi odamlarga. Shu berish mobaynida qanaqa etaplardan o'tdi? Ya'ni odamlarning fikrini qanaqa o'zgartirdi? Endi O'zbekiston bozorini real ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, baribir tan olishimiz kerak. 70-80% baribir bizada ko'proq birinchi o'ringa narx qo'yiladi. Ya'ni arzon narx. Sifat yoki qanaqadir servis jihatidan komfortli emas, aynan narx qo'yiladi. Artel ham bozorga kirayotganda, agar eslaydigan bo'lsa, eng arzon narxlar bilan kirgan. Lekin bitta narsa menimcha hamma bu narsani tan olishi kerak. Narx qancha arzon bo'lsa, sifat ham qo'pol qilib aytganda shunga yarasha bo'ladi. Artel lekin endi yana bitta joy bor, masalan, har bitta boshlang'ich kompaniyalar boshida har xil xatolar qiladi, lekin asosiy narsa xatoni to'g'rilab olish. Vaqtida bu narsaga to'xtatib, sifatni yaxshilash. Artel ham aynan shu periodlardan o'tgan. Masalan, bugungi kunda men bemalol ayta olaman, Artel mahsulotlarim o'zim uyimda ham, masalan, Artelga ishga kirgunimgacha ham Artel mahsulotlarini olganman men o'zim ham. 10 yildan beri ishlayotgan mahsulotlarim juda ham ko'p. Ishlatishga ham yana ko'p narsa bog'liq va Artel ham mana hozir уже bemalol ko'rsangiz bo'ladi, yildan yilga chet eldagi partnyorlari уже global partnyorlarga aylanyapti. Ya'ni o'zini qaysidir ehtiyot qismlarini, elektronika chastlarini oluvchilari ular ham уже kechagi kichkina kompaniyalar emas. Masalan, Samsung bilan hozir hamkorlikda ishlaydi yoki Braziliyada Embraco motor chiqaruvchilar bilan ishlaydi. O'zini ustida ishlab, albatta sifati ham yaxshilanyapti va mijozlari ham masalan kengayapti va yana O'zbekistonda boya aytganimdek narxni birinchi o'ringa qo'yish nisbatan kamaydi. Masalan, agar 8 yil oldinga qaytadigan bo'lsa yo 10 yil oldinga qaytadigan bo'lsa, o'sha aytganimdek 85-90% odam narxni birinchi o'ringa qo'yardi. Menga faqat arzon narsa kerak derdi. Lekin hozir odamlarimiz o'sha qimmatroq narsa, komfort narsani o'sha xohlayapti va unga sal ko'proq to'lashga ham tayyor. Yana bitta qo'shimcha qilaman. Menimcha Artel servisini kuchaytirish orqali shu natijalarga erishgan deb o'ylayman. Albatta, Artel masalan bittavoy texnikalar, maishiy texnikalar bozorini qaraydigan bo'lsak, aynan servis jihatida Artel menimcha kamida 2-o'rinda tursa kerak, balkim 1 bo'lsa kerak. Chunki O'zbekistonning barcha viloyatlarida eng o'sha odam gavjum joylarda o'zini servis markazlarini ochgan. Tushunarli. Eng uzoq joyga ham masalan servis markazi 3 kun ichida yetib boradi. Tushunarli. O'sha jihatdan to'g'ri. Yana bitta navbatli savol. Xo'p, ko'pchilik mana podkastlarda yoki marketologga savol berilganda muvaffaqiyatli loyihasini so'rashadi. Yo, odamlar muvaffaqiyatli loyihasini gapirib beradi. Endi savolim shundan iboratki, sizda imina Artelda ishlayotganingizda qanaqadir marketing loyiha qilgan bo'lishingiz mumkin. Muvaffaqiyatli bo'lmagani bormi? Ya'ni shunaqa shu to'g'risida gapirib bera olasizmi? Ya'ni o'xshamagan loyiha haqida. Arteldan chiqqan paytimizda, o'sha rotatsiya bo'lgan paytimizda ko'p loyihalar qilganmiz, lekin nima deydi, qanaqadir sistemani buzib yuboradigan yoki qanaqadir katta xatar tug'dirib qo'yadigan o'xshamagan loyihamiz bo'lmagan. O'xshagan loyihalarimiz unga nisbatan ancha ko'proq bo'lgan. Tushunarli. Xo'p, Artelda sotuvdan keyin menimcha Texnoparkka o'tgansiz, sotuv bo'limiga. U yoqdagi rezultatlar, ya'ni natijalaringiz haqida gapirib bera olasizmi? 1 yil 1 oydan keyin Texnoparkka o'tganman. 1 yil 1 oydan keyin Texnoparkka o'tganman. 1 yil 1 oydan keyin Texnoparkka o'tganman. 1 yil 1 oydan keyin Texnoparkka o'tganman.
2019-2020 yillarda shu maishiy texnika bozoridan sanoat texnikalari bozoriga o'zimiz shu kutmagan holda rotatsiya bo'lib o'tib ketdik. Yana bitta narsa, u Akfa Holding bu butun boshli armiya. Mana oddiy misol 19-20-yillarni eslaydigan bo'lsak, karantin paytli masalan O'rta Saroy yoki o'zimizning televishkani tagidagi выставочный zalda katta больница qurilgan yoki Zangitada больницalar, mana shu barcha joylarda holdingni bolalari hasharda yurgan. Ko'pchilik bu narsani bilmagan, ko'pchilik uyda bo'lgan, lekin aynan o'sha paytda biz o'zimiz shu O'rta Saroyda hasharda ishlaganmiz. Va bitta narsa, biz bu ishdan hech qachon charchamaganmiz. Buni sababi to'g'ri boshqaruv, to'g'ri motivatsiya. Masalan, o'sha paytda bizning oyligimiz 4 million, 5 million, 6 million atrofida bo'lardi. Lekin u joyda pul birinchi o'rinda bo'lmagan. Jamoa bizga bo'layotgan muomala, bizani qo'llab-quvvatlash, ertamizni bu kompaniyada ko'ra olishimiz, shunga o'xshash narsalar bizani qo'pol qilib ketganda ertalabdan kechgacha ko'chada hasharda ishlashdan ham charchatmagan. Shuni demak tushunarli. Bu narsa majburiy emas, qanaqadir ya'ni komandani o'zi, ya'ni xodimlarning o'zi xohlab bu narsani qilishgan, ya'ni hasharlarga chiqishgan, yoki yana qo'shma ishlar bo'lsa qilishgan. Xuddi shunaqa. Masalan, Yaponiyani ham agar 1990-yillarni eslaydigan bo'lsa, Yaponiyada katta krizis bo'lgan paytida ishchilari ishga o'z vaqtidan ko'ra vaqtliroq va ketadigan payti kechroq ketgan ekan. Ularga qo'shimcha hech qanaqa pul to'lab berilmagan. Bu shunchaki vatanparvarlik, ya'ni patriotizm deymiz, xalq tilida patriotizmni. Agar bizani ham mamlakatimizda shunaqa kadrlarimiz ko'paysa, o'zini kompaniyasini o'ylaydigan kadrlarimiz ko'paysa, faqat pul uchun emas, jamoa uchun, komanda uchun, o'sish uchun shunaqa kadrlar ko'paysa, albatta menimcha Artelga o'xshaydigan yuzlab kompaniyalar shakllanadi. Yana oddiy misol, o'sha koreytslarni agar qaraydigan bo'lsak, Samsung kompaniyasi 90%, 95% aholisini qo'liga qarasanglar, Samsung telefonini ko'rasizlar. iPhone telefoni deyarli yo'q ularda. Bu ham aynan patriotizmdan. Bizani ham agar shu odamlarimiz shu narsaga ko'proq, bizada ham yo'q emas, bor, lekin ko'paysa, albatta menimcha katta holdinglar bizada juda ham ko'payadi. Tushunarli. Bunga ham qo'shimcha savol. Artelda endi bitovoy texnika bilan ishlagansiz. Texnoparkka o'tganingizda sanoat texnikalari bo'lgan produkt. O'tganingizda qiyinchilik bo'lmaganmi? Baribir bitovoy bilan baribir sanoat texnika anaqasi, texnikani farqi bor, uni sotish uslublari baribir. Shu haqida gapirib bersangiz. Endi tushunishingiz uchun men sizga bitta holat aytib beraman. Artelda vazifa berildimi, qilish kerak. U qanaqa qilib qilasiz, kim bilan qilasiz, qizig'i yo'q. Bizga aniq vazifa beriladi, aniq deadline qo'yiladi, qilinadi. Bir kun bo'layotgan holat, obedlarga yaqin 2-3larda bizga vazifa tushyapti. Bir kun ichida butun O'zbekistonni Sanuzil mahsulotlari, tushundingizmi? Uning ichida smestiteli bor, vannasi bor, dush kabinkalari bor va boshqa ichida turadigan barcha mahsulotlarni bozorini bir kunda o'rganib berish vazifasi tushyapti. U paytda ChatGPT ile sun'iy intellekt bo'lmagan. Yo'q, u payt ChatGPT bo'lmagan. U payt men va qo'limda 4 ta o'zim ishlaydigan kadrim bo'lgan. Boshqa hech kim bo'lmagan u paytda. Mana shu vazifa bir kunda qilib berish kerak. Siz rahbarga bu narsa aslida bir kun emas, kamida 1 oy vaqt olishini aytsangiz, rahbar tushunishni xohlamaydi. Chunki u rahbar ham bu hisobotni kimgadir ko'rsatish kerak. Va biz bunaqa holatlarni to'g'ri tushunardik. Masalan, o'sha kuni ham bir kun ichida O'zbekistonni bozorida necha pullik vanna sotiladi, necha pullik smestitel sotiladi, necha pullik shu unitaz sotiladi, necha pullik chashagen, badi, shunga o'xshash 10 dan ko'p mahsulotlar turini biz bir kunda butun O'zbekistonning bozorini summada chiqarganmiz. Gap yo'q, zo'r. Mana shu narsa ham to'g'ri deb o'ylayman. Lekin eng qiziq joyini aytaymi? O'sha hisobotimizni hech kim ko'rmagan. Yo'q. Shunaqa holatlar ham bo'lardi. Zo'r. Bu narsani o'zi to'g'ri deb o'ylayman men, chunki bizga ham rahbar bo'lib kelgansiz, marketing bo'lmagan, texnoparkda bu bo'yicha ham gaplashamiz. O'sha rahbar bo'lib kelgan paytingizda menga qanaqadir ish buyurilardi, men aytardim, misol uchun imkoni yo'q yoki bu muddat kamligini yoki qanaqadir vaziyatni tushuntirsam, siz aytardingiz, bilmayman, yo'lni qilib ket derdingiz. O'sha paytda men xo'p derdim va shu yo'llarni qidirardim.
o'sha payt man kuzatgan narsa именно bajarib bo'lmaydigan yoki qisqa vaqt yoki imkoni yo'q narsalarni imkonini qilib bajarayotganingizda sizda yangi skill ochiladi, unlocked bo'ladi. Yangi yo'lni topasiz, bundan ham o'zingiz maza qilasiz mana shu narsani bajarganingizda. Shunaqa, u boya so'raganingizdek sanoat bozoriga o'tganimizdan keyin ham bizada tanlash huquqi bo'lmagan. Bo'ldi, shu joyga qo'yildi, shu ishni qilish kerak. Shu narsa ham o'zi xodimlarni lider qilib shakllantiradi deb o'ylayman. Ya'ni problem solving deyiladi. Muammoni shu rahbariyatga yoki boshlig'iga olib chiqmasdan, nolimasdan hal qilishni o'rgatadigan tizim deb o'ylayman. Aynan mana shu joyda qo'shimcha fikr, rahbarlarga ham kadrni ochishda juda ham ko'p narsa bog'liq. Ya'ni bizda ko'p rahbarlar detalli ishlarni o'ziga oladi yoki xodimni eshitmaydi, faqat o'zini haq deb biladi. Shu sababdan ham bizda ko'p kadrlarimiz ochila olmaydi. Yoki ishini bergisi kelmaydi, joyini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Shunga o'xshash rahbar bo'lish oson, lekin yaxshi rahbar bo'lish qiyin. To'g'ri. Xo'p, endi sotuvda marketingga qanaqa kirgansiz Texnoparkda, ya'ni Akfbuildda deb aytadigan bo'lsak? O'zi aslida boya aytganimdek, men marketingdan boshlaganman. Marketingdan sotuv, ya'ni produkt marketologdan shu bo'lim boshlig'igacha chiqqanmiz. Bo'lim boshlig'i bo'lgandan keyin o'sha rotatsiya bo'lib, sanoat mahsulotlarini marketingga o'tganmiz. Undan keyin o'sha rahbariyat tarafdan yangi vazifa qo'yilgan. O'sha Texnopark hududida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni Akfbuild brendi, ya'ni kompaniyasi distributsiyasi bilan shug'ullanardi. Va butun respublikani egallash vazifasi qo'yilgan. Va yana qaytaraman, bu yerda hech qanaqa monopoliya yo'q. Bu yerda aniq viloyatni bozorni egallash kerak va bizga shu talab qilinyapti. Biz bu vazifani qanaqa qilamiz, nima qilamiz? Albatta, u strategiya tuzilib, 1 yil ichida 12 ta viloyatda showroomlar ochganmiz. Juda ham kuchli dillerlarni joylashtirganmiz va bugungi kunda mana menimcha bozorni bir 40-50-60% gacha endi mahsulot turiga qarab bozorni egalladi. Akfbuild desa masalan juda ham ko'p quruvchilarimiz yaxshi taniydi. Ya'ni bu o'sha payt mana bunga ham bitta misol aytib beraman. Xitoy bambuk daraxti. U daraxtni ekkaningizdan keyin bu daraxt 5 yil davomida o'smaydi. Parvarish qilasiz, suv quyasiz, o'smaydi. Lekin 5 yildan keyin bir hafta ichida 20-30 metrga o'sib ketadi. Ko'p ishlamay shunaqa. Siz qilasiz, lekin o'sha 3-yil yoki 4-yil kelganda tashlab qo'yish kerak emas. Tashlab qo'ysangiz sizga u natijasi ko'rinmaydi. Ozgina qolgan bo'lishi mumkin. Oxirigacha yetkazib qo'yish kerak. Zo'r misol bo'ldi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, Texnoparkda shu sotuv bo'limida ishlayotgan paytingiz qanaqa loyihalar qildingiz yoki qanaqa instrumentlardan foydalandingiz sotuvni ko'tarish uchun va qanaqa natijalarga erishdingiz? Shu haqida ham qisqacha gapirib bersangiz. O'zi sotuvda bitta katta xatolardan bittasi ko'pchilik bo'lish xohlamaydi. Bo'lish xohlamaydi. Maksimum marjani o'ziga xohlaydi. Biza u payt boshqacharoq strategiya tanladik, ya'ni dillerlar orqali ishlashni. Dillerlar orqali ishlab, prisuствияni uznavayimizda maksimalni tanitib, bozorning keng qismini egallash. Va o'sha dillerlarimiz orqali juda ham yaxshi natijalarga erishdik. Undan tashqari o'sha paytda 2019-yilda bitta strategiya o'zim qilganman, ya'ni narx-navo strategiyasini. Bugungi kungacha 6 yildan beri ana o'sha strategiya orqali Akfbuild kompaniyasi ishlayapti, juda ham yaxshi natijalarga erishib kelyapti. Ya'ni ma'lum bir natijaga erishish uchun o'sha instrumentlardan o'sha narx strategiyasi, place, ya'ni o'sha bozor egallab olish strategiyasi, bu juda ham ko'p kriteriyalar mavjud. O'sha narsalarni to'g'ri amalga oshirdik va natija berdi. Va undan tashqari o'sha rahbar tarafidan ham eshita olish. Ya'ni oddiy misol, mana shu strategiya etilgan paytida misol katta majlis bo'lib turibdi. Undan ko'p direktorlar o'tiribdi. Ya'ni o'sha payt обсуждение ketyapti. Qanaqa strategiya orqali ishlaymiz, ya'ni narx strategiyasi. O'sha bu bizda bor, diller sistema orqali ishlash bor, lekin qaysi strategiya, narx strategiyasi orqali ishlaymiz degan savol. O'sha payt men bitta taklifni berdim. 9 ta rahbar eshitmadi. 2 tasi eshitdi, lekin yoqmadi. 7 tasi umuman eshitmadi. Hamma bir-biri bilan talashyapti, lekin ichida bitta rahbar meni gapimni eshitdi. Qolgan rahbarlarni shunda to'xtatdi. Menga mana shu taklif yoqdi. Oxirigacha yetkazaylik degan zadaniya qo'yildi.
o'tirib o'sha 1-2 kun ichida nuqta virgulgacha u strategiyamiz chizildi. Katta rahbariyatga taklif berildi va mana 6 yildan beri aynan shu strategiya ishlayapti. Tushunarli. Shunda siz qilgan ishlaringiz, ya'ni strategiyangiz o'xshash uchun, amalga oshish uchun bu yoqda rahbarlarning ham o'rnini katta deb hisoblaysiz. Albatta, siz juda ham yaxshi takliflar beraverasiz, lekin u taklifingizni eshita oladigan yoki tushuna oladigan, u narsani amalga oshirishga sizga koridor ochib beradigan odam bo'lmasa, u sizni xayolingizdagi bitta ideya bo'lib qolib ketaveradi. Zo'r. Shu aytib bergan gaplaringizdan yana bitta savol keldi. O'zi Akfa Holdingda, ya'ni Akfada kimlarni ustoz deb bilasiz? Shu haqida yaxshisi gapirib bersangiz. Endi o'zi bunday olib qarasak, mana shu tug'ilimizki, mana shu bizani mana shu hayotimiz davomida hamma bizga ustoz bo'ladi. Hammadan nimadir o'rganamiz. Masalan, yomon odamdan yomon bo'lmaslikni o'rganamiz. Ustozlarimiz ko'p bo'lgan, lekin shu aniq 2-3 ta ustozimiz bo'lgan. O'sha bittasi boya aytganim Umid Uysal, juda ham ko'p narsa o'rganganmiz. Eng yaxshi o'rgangan narsamiz bu analitika qilish. Mana ko'p odamda analitika qilish yo'q. O'zi analitika nimaligini bilmaydi. Masalan, bitta narsani olib, bunda qo'yib qo'yadi, lekin uni qanaqa qilib qo'yadi, qanaqa ko'rinishda qo'yish kerak, qachon qo'yish kerak degan narsalar o'ylanmaydi. Mana shunaqa fikrlashga o'sha odam bizga ko'p narsani o'rgatgan. Undan tashqari o'sha paytda savdo bo'limimiz rahbari Kuchkarov Ramziddagi va albatta Texnoparkda ham ustozlarimiz bo'lgan. Zo'r. Ko'rib turibman, shu rahbarlardan o'rgangan narsangizni ham rahbar sifatida amaliyotda qo'llagansiz, chunki esimda marketingga o'tgan paytingizda men shu yerda digital marketing bo'lib ishlardim. O'tgansiz, birinchi kunda siz bilan gaplashganimizda gaplashayotgan paytimizda aytgansizki, reklama qanaqa bo'ladi, o'rgat menga o'zi, nimalar qilyapsizlar deb eshitgansizman. Men hayron qolganman. Endi bo'lardi, bunchalik meni eshitmasdi. O'sha payt qisqa fikr o'tgan, rahbar bo'lib keldilar, bilmaylarmi, mendan so'rayaptilar reklamani deb narsa o'tganda, keyin уже men hayolim keyin tepgan menga, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bular meni eshityaptilar. Birinchi ishni xodimlarni eshitishdan boshlaganlar deb, keyin o'sha yerda shunaqa xulosa chiqargan edim. Siz ham ya'ni kelib eshitishdan boshlagan edingiz o'sha payt. Zamon juda ham tez, shiddat bilan o'zgarib ketyapti. Masalan, biz ham nimadir narsalarni o'tkazib olishimiz mumkin, ko'rmay qolishimiz mumkin-da. O'shaning uchun rahbar eng kerakli kачестволарdan bittasi hamma narsani ko'rish, eshitish, lekin to'g'risini tanlab olish. Mana shu rahbar, menimcha, yaxshi rahbar bo'ladi. Zo'r. Keyin Akfa Buildda ko'pchilik eslasa kerak, shu 2024-yili bitta loyiha boshlagan edik. Ayvash Imittovalning komandasi bilan, ya'ni ular Germaniyadagi Euro 24 bo'layotgan futbol chempionatiga mashinada battle ko'rinishida borib kelishgan edi. Shu loyiha bo'yicha qisqacha gapirib bersangiz, loyihaning ideyasi qanaqa kelgan, realizatsiya qilishda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan shu haqida. Endi bu fikr bizga qayerdan kelgan? Shu rahbariyat tarafidan Euro 24 futbol musobaqasiga infopovod qilish. Ya'ni bu infopovod bo'lyapti. Biz shundan foydalanib, qanaqadir bitta material tayyorlashimiz kerak edi. O'sha bitta yordamchim bo'lardi. O'sha yordamchim kelib yetdi. O'sha payt bitta ideya keldi. Mana boya aytganimdek, ideya kelsa, o'sha narsani realizatsiya qilish kerak. U narsa masalan qiyin bo'lishi mumkin yoki nereal tuyulishi mumkin, lekin u narsa qilmagungacha. Ya'ni ideya keldi, bitta shu kino esimga tushdi. Kristina Bega degan bitta kino bor. Mr. Bean o'ynagan. Yurayotgan joyda uxlab qoladi. Ha, esladim. Ana o'sha kino o'zidan o'zi esimga keldi. Va o'sha yerdan men qanaqadir ta'sirlanib deylik, Germaniyani men o'zimga lokatsiya deb ko'rdim. Va u yerda joyida o'tirdim, o'sha yordamchim geografiyadan yaxshi o'qigan ekan, lokatsiyalarni tuzdik. Tushunishingiz uchun marshrut birinchi tuzib chiqqanmiz. Har kuni blogerlarimiz qayerda to'xtaydi, qaysi gостиницада qoladi. Masalan, keyin 6 soat yurganda ertasi kuni qayergacha yetib oladi. Necha pul, masalan, Qozog'istonda benzin narxi necha pul, Rossiyada benzin narxi necha pul, Latviyada necha pul, Litvada necha pul, Polshada necha pul, Vengriyada necha pul, hamma benzin narxlari, gостиницаning narxlari, obedda o'rtacha narxlari, hamma narsani o'tirib o'sha yerda chizganmiz.
summalarni hisoblaganmiz, chunki rahbar odam oldiga taklif olib kirayotganda u narsa to'liq bo'lishi kerak. Agar siz o'sha ideyangiz zo'r bo'lib turib, fikringizni yetkazib bera olmasangiz, u narsa bo'ldi, chiqib ketdi. Shunaqa qilib turib, ertasi kuni olib kelgan, rahbar ko'rgan, juda ham yoqqan, katta rahbariyatdan keyin ruxsat olingan va ishga kirishilgan. Biz bu proyektimizni e'lon qilganmiz, lekin eng qizig'i e'lon qilganimizda hali bizda vizalarimiz ham yo'q edi. Ya'ni o'sha Mittivayn jamoasi va Ayvash jamoasida vizalari bo'lmagan. Biz juda katta risk qilganmiz. Masalan, ishimiz o'xshamay qolganda-chi, proyektimiz o'xshamay qolganda nima bo'lardi? Biz lekin risk qildik. Marketingga yana bitta o'sha tarafi bu ham risk o'zi. Adashmasam, o'sha loyiha boshlangan, Mittivayn va Ayvash komandasi o'zini sahifalarida e'lon qilib bo'lgan edi, lekin qaysidir odamlarda viza yo'q edi. Xuddi shunaqa. Vizasi bo'lmagan edi. Lekin vizalar chiqdi. Undan tashqari orada yana juda ham qiziq voqealar, kutilmagan voqealarimiz bo'lgan. Lekin proyektni yaxshi topshirib oldik. Zo'r. U proyektda nimaga aynan Mittivayn va Ayvash komandasi tanlangan, ya'ni tuningchilar hamda Mittivayn komandasi? Yaxshi savol bo'ldi. O'zi juda ham bizga omadli bo'lgan tarafi ham yoki o'sha natija yaxshi bo'lgan tarafi ham mana shu ikkita blogerlarni tandemi bo'lgan. Ya'ni bizga Mittivayn jamoasi katta axvatni o'sha bergan, Ayvash jamoasi bizga natijani bergan. Ya'ni brend taniqliligi uchun bizga ko'proq Mittivayn jamoasi ishlagan bo'lsa, lekin o'sha natija, savdo uchun Ayvash jamoasi ishlagan. Ya'ni ishonch uchun, status uchun. Xuddi shunaqa. Endi bitta narsa tan olishimiz kerak, Mittivayn jamoasida asosan to'g'ri juda ham katta masshtabiga ega, auditoriyasi juda ham katta, lekin asosiy bizani xaridorlarimiz Ayvashni kuzatuvchilari bo'lgan. O'sha sababdan biz tandemimiz yaxshi chiqdi. Zo'r. Hop, bu proyektga eslayman, shu o'tirganimizda gaplashib, Mittivayn komandasi ham, Ayvash komandasi ham ishonishmagan, ko'ziga sezishmagan orada va juda qiyin narsa deb o'ylashgan, ya'ni mashinada bir oy ichida borib kelishi. Ularni qanaqa ko'ndirgan sizlarda, qiyinchilik bo'lganmi? Endi gonorar katta bo'lganmi? O'zi o'sha Mittivayn jamoasida Ulug'bekning oldiga birinchi borganimda bu ideyani aytganman. O'sha Aziz, To'laganov, G'ulom, Nasriddinov va hamma jamoa a'zolari turgan edi. Ideyani aytganimda to'g'risi aytaman, kulishgan. Hamma bolalar ko'rganda Ulug'bek, "Oka bo'ldi, men roziman" degan. "Qilamiz, oka. Siz o'xshatib berasizmi?" degan. "Siz mana shu proyektni rostdan realizatsiya qilib bera olasizmi?" degan. "Bo'ldi, jamoani olib borish mendan" degan. Ayvash Otabek akamga ham aytganman, Otabek akamga ham juda ham yoqqan, chunki bu proyektimizni oldingi o'sha safarli proyektlardan farqi nimada bo'lgan? Battle ko'rinishda bo'lgan. Ya'ni 2 hafta davomida bu tinimsiz battle va hikoya ko'rinishidagi challenge'imiz bo'lgan. O'sha sababdan agar proyektimizni tugatganimizda ham oxirida kommentarlarni o'qib chiqqanimda seriallardan yaxshi bo'ldi degan shunaqa juda ham yaxshi kommentarlar bo'lgan. O'zimiz ham maza qilganmiz. Eng qiziq narsa o'zi nima bo'lgan? Biz jamoalar Germaniyaga borgandan keyin o'sha futbol o'yiniga tushish kerak bo'lgan. Portugaliya bilan qaysidir Shvetsariyami, qaysidir davlat o'ynayotgan bo'lgan edi. Biz biletlar olib qo'yganmiz. Bir oy oldin bir hamkorimizga $15,000 ga yaqin pul berganmiz bilet olishga. Jamoalarimiz Germaniyaga yetib olishdi. Stadionga 3 soat oldin borishdi. Bu narsa hech qayerda aytilmagan, u eksklyuziv tariqasida aytaman. Stadionga borishdi, 3 soat qoldi, bilet yo'q. Hamkorga telefon qilman, aka 1 soat qolganda bilet chiqadi deyapti. Keyin Ulug'bek, Otabek akamlar bilan gaplashyapman, hozir mana chiqadi, ana chiqadi, mana chiqadi. O'yin boshlanishiga yarim soat qoldi, hali biletimiz yo'q. Lekin bizani blogerlarimiz keyingi kontentini stadion ichidan qo'yish kerak, chunki biz butun xalqqa e'lon qilganmiz. O'yin boshlanishiga yarim soat qolgan. O'yin boshlanishiga yarim soat qolgan. Va mana shunaqa joylarda operativ решение qilish juda ham kerak. Biz nima qilganmiz? Ana o'sha yerda qo'lga chiqqan biletlarni Germaniyadagi xodimimiz 2 barobar qimmatiga sotib olib, barcha blogerlarni stadionga kirgizgan. Bu narsani hech kim bilmagan. Va proyektimiz o'sha juda ham omadli yakun topgan. Shunaqa ancha mehnat ketgan. Keyin shu proyektdan yana savol, battlelar o'zi qanaqa bo'lgan, shartlar kim tomonidan berilgan o'zi va u shartlar
qanaqadir kelishib olinganmi, misol birinchisida Mittivan yutadi, ikkinchisida Ayvash yutadi, işte balans ushlab turish uchun qanaqa bo'lgan shu haqida ham gap bersangiz. Yo'q, bizani shartlar umuman kelishilmagan bo'lgan, chunki orada men o'zim blogerlar bu Otabek akam, Mittivan jamoalari bilan urushib ham ketganmiz orada, chunki bir ikkita vazifalar aytganimizda, "Oka, nima siz bizdan yosh bola ko'ryapsizmi?" degan javoblar ham eshitganmiz. Endi vazifa baribir vazifa deganmiz, qilish kerak deganmiz, lekin aynan mana shu bergan vazifalarimiz juda ham yaxshi xalq tarafidan qabul qilingan. O'sha arqon tortish vazifalari, Volga daryosiga sakrashgan o'sha paytlarda aynan mana shu natijalar juda ham yaxshi bo'lgan bizga. Shunaqa odamlar tomonidan zo'r kutib olingan, ya'ni imina tabiiy bo'lgani uchun, kelishib olinmagan bo'lgani uchun ham odamlar kuzatgan deb o'ylayman-da. Shunaqa, xuddi shunaqa. Yana bitta nuansi bo'lgan edi, qaysidir shartda Ayvash komandasi kommentariy yig'ishga edi adashmasam, Mittivan komandasi like yig'ishga edi qaysidir videoga. Keyin shart tugashiga, ya'ni stop berishimizga yarim soatcha vaqt qolgan. Bu yoqda ancha katta hisob bilan Mittivan komandasi yutyotdi, ularda ko'proq like bor edi, Ayvashda kommentariy kamroq edi. Keyin yarim soatdan keyin qaraymiz, kommentariyalar juda ham ko'payib ketgan, likedan ham ko'payib ketgandi. O'sha payt men tekshirgan edim, endi soham bo'lgani uchun platforma orqali nakrutka qilganman, nakrutka qilmaganman, shuni tekshirgan edim. Siz shu savol bergan edingiz, nakrutka qilmadingizmi degan savol berganingizda, ular ham yaxshi atvet berishgan edi. Mana narsalar endi ular qo'shimcha kuchlardan foydalanishgan bo'lgan. Bizning tarafdan taqiqlanmagan ishni qilishgani uchun biz qabul qilganmiz. Ularni g'olib deb e'lon qilgan edik o'shanda. Shunaqada o'sha payt tekshirgan nakrutka bo'lmagan, o'sha qo'shimcha kuchlardan foydalanish hisobiga yutib ketishgan edi. Shunaqa bo'lgan edi. Keyin mana hozir qiziq narsani aytdingiz, eksklyuziv narsa aytdingiz, ommaga olib chiqilmagan taraflarini, yana qanaqa shunaqa qiziq narsalar bo'lgan? Yana orada shunaqa holat bo'lgan, blogerlarimiz Qozog'istondan qaytib yorishi mumkin bo'lib qolgan. Aynan Ulug'bekning jamoasi Qozog'istondan qaytishi mumkin bo'lib qolgan. Lekin mana shu joyda ham Ulug'bek juda ham o'sha gapida turib, ya'ni lavzida turib, men ham bilmaganman. Menga keyin aytgan u narsani. O'sha lavzida turib, proyektni oxirigacha yetkazib, keyin O'zbekistonga qaytgan. Ya'ni bu proyektimiz davomida bizda 3 marta force major holatlari bo'lgan. Rossiya chegarasida bunaqa holat bo'lgan. Rossiya chegarasidan qaytarib yuboramiz deyishgan. O'sha payt sal notinchroq paytlar bo'lgan. Rossiya chegarasidan o'tib ketishgan. Ko'p bo'lgan bunaqa holat. Biz marketing shunaqa tomonlari bilan ancha qiziqdi. Aynan bitta narsani o'sha realizatsiya qilayotganda aynan mana shu qat'iyat ham katta rol o'ynaydi. Masalan, bizning o'rnimizda yoki blogerlarimizning o'rnida balkim boshqa odam bo'lganida o'sha joyini o'zida bo'ldi, o'xshamadi, ketishimiz kerak ekan deb qaytib o'rgan bo'lishi ham mumkin edi. Aynan qat'iyat oxirigacha yetkazib qo'ygan. Qat'iyat ham shu muvaffaqiyatli bo'lishida katta sabab. Xuddi shunaqa. Zo'r tushunarli. Keyin hozir eksklyuziv narsa deb aytdim-ku, buni ham bitta qo'shimcha qilmoqchiman. O'sha paytda shartlar bo'lgan edi. Misol battle qilayotganimizda bitta konkurs qilmoqchi bo'lganmiz. Orada esingizda bo'lsa, siz taklif bilan chiqqan edim. Lekin отказ bo'lgan edi taklif. Hozir taklif aytib beraman. Nimaga отказ bo'lganini siz aytib berasiz. O'sha paytda Ayvash komandasi va Mittivan komandasini kuzatayotgan obunachilar uchun bitta konkurs qilganmiz. Shu iPhone ili kattaroq sovg'a qo'ymoqchi bo'lganmiz. Konkurs shartlari nimadan iborat? Biz Telegram bot razrabotka qilganmiz. U botga kirib obunachilar shu Mittivan komandasi link qo'yadi shu botga. Kirib bizani galsat qo'yilib bizga ovoz bera oladi deyish kerak edi. Mittivan komandasi story qo'yib, link qo'yib, botga kirib bizga ovoz bera oladi deyish kerak edi. Bitta shart shunaqa bo'lgan, kim ovoz ko'p to'plasa, o'sha komanda yutish kerak edi. Yana bitta bu yoqda kompaniya qanaqa plyus taraf bor edi bu shartdan. Obunachilar Mittivanga yoki Ayvash komandasiga ovoz berishdan oldin bizani Akfbil Telegram kanaliga obuna bo'lgan bo'lish kerak edi. Bu yoqda ham kanalga ham katta obunachiga qo'ysa bo'lardi. Xo'p, o'sha momentlar bo'lgan. Keyin yana bitta konkursimiz bo'lgan, edit yasash kerak bo'lgan. Ya'ni obunachilarni ham quruq qoldirmaylik, ularga ham sovg'a berildi maqsadda. Ayvash komandasidan yoki farqli Mittivan komandasidan narezkalarni kesib olib, Instagramda shu bo'tgan proyektdan edit yasab, Instagram sahifasiga joylash kerak edi. Instagram sahifa joylagandan keyin ko'proq prosmotr olsa yoki qanchadir miqdor like olsa, ularga sovg'a berishimiz kerak bo'lgan. Bu narsani aytganimda boshida tasdiqlangan bu narsa. Keyin qaysidir momentda bu narsa to'xtagan, отказ olgan. Shu nimaga to'xtagan? Shuni ham sababi qiziq haligacha. Ya'ni editlar qilish.
uyquga to'ymagan paytim aytgan bo'lsang kerak edi. Yo, manimcha Endi u paytda agar esingizda bo'lsa, o'sha ozgina heytlar kuchli bo'layotgan paytlar bo'lgan. ayvashganman Ha, sizga. xuddi shunaqa heyt juda ham kuchli bo'layotgan payt bo'lgan. Aynan shu narsadan yana ham kuchayib ketmaslik uchun bu narsadan voz kechganmiz. Lekin masalan men blogerlarning ichida aynan Otabek Ayvashni kuchli bloger deb tan olaman. Chunki juda ham ko'p blogerlar bilan ishlaganmiz. Aynan natija jihatidan, ya'ni natija deganda masalan oxirgi sotuv uchunamiz. Yani baribir tadbirkor odammiz. Oxirida ham cho'nchagiga kiradigan pul natija bo'ladi. Sizni hamma tanishi mumkin. Lekin oxirida sizda savdo bo'lmasa, bu tanishishni ham keragi yo'q. O'shaning uchun aynan Otabek akani kuchli bloger deb bilishimning bitta sababi shu. O'shanda Otabek akam o'zlari ko'p aytadilar-ku, bu meni shogirdim, bu meni shogirdim deb men mana shu gaplarga ham qo'shilaman, chunki aynan bu proyektga biz ishtirokchilarni tanlayotganimizda Otabek akam menga o'sha spiska berganlar, mana odam deb. O'shanda Nodirxo'ja aka Inamarka hayda ham bo'lganlar. Men to'g'risini aytaman, o'shanda men bu Nodir akamni tanimaganman. Bu qaysi bloger deb men o'zim lichno Otabek akamdan so'raganman. Va aynan mana shu proyektimiz men o'ylaymanki, Inamarka hayda Nodir akaga juda ham katta turtki bo'lgan. Ya'ni qaysi jihatdan katta turtki bo'lgan? Kuchli blogerlar bilan ular bir oy vaqtlarini o'tkazdilar. Bir oy vaqt bitta Vayn jamoasi, aynan Uzdavayimiz, ya'ni masshtab auditoriyasi juda ham katta blogerlar bilan yuribdilar. Bu yerda boshida chiqqan blogerlar, ya'ni Otabek aka bilan bitta joyda yuribdilar bir oy davomida. Bu juda ham zo'r maktab bo'ldi deb bilaman ularga va o'shandan keyin agar tarixga qaraydigan bo'lsak ham 2 yil orqaga qaytadigan bo'lsa, Inamarka hayda bittada skachok oldilar. Tramplindan bittada sakradilar. O'sha sababdan Otabek Ayvash meni shogirdlarim degan gaplariga men ishonaman. Tushunarli. Shu savolning javobi, ya'ni o'sha payt heyt bo'lgan hisobiga agar u proyektni qilganimizda, именно Otabek Ayvashga nisbatan nima deydi? Hazilomuz editlar yoki даже переборlar ham bo'lishi mumkin edi. Shuni oldin olib Bu ham mumkin edi. U payti bu taklif berilganda bizda hali editlar bu darajada kuchayib ketmagan edi. Mana shu joyda masalan men ham boshlab bergan bo'lardim. Men ham xato qilgan bo'lishi mumkin. Mana o'sha joyni ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. Chunki u payt editlar bunaqa kuchli bo'lmagan. Mana shu joyingizdan hurmat qilaman. Men rahbar sifatida, ustoz sifatida xatoingizni tan olasiz. Ko'pchilik rahbarlar bilmaydi. Qaysidir payt aytib qo'ysam, buni qilsak bo'lardi, buni qilsak bo'lardi deganda, men o'sha payt xato qilgan ekanman yoki nimadir deb tan olasiz-da ora-ora. Shunaqa. Endi faqat mana shu ahmoq odam o'zini maqtaydi. Shunaqa xatoni tan olishingizni ham hurmat qilaman. Xo'p, mana shu battle loyihamizni sizda yana qilish imkoniyati bo'lganda, nimani boshqacharoq qilardingiz? Agar aynan shu proyektimizni boshqacha qilish kerak bo'lganda, men hech nima o'zgartirmasdim. Chunki bu proyektimiz shaxsan menga juda ham yoqqan. Maza qilib ishlaganman bu proyektda, chunki как man yosh bolani katta qilgandek ощущение bo'lgan. Chunki shaxsan meni ideyam va uni oxirigacha realizatsiyaga yetkazganim uchun, xalq tarafidan juda ham yaxshi qabul qilingani uchun, menimcha men hech nimasini o'zgartirmagan bo'lardim. Menimcha zo'r savol bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganim, shu proyektdan ham lekin odamlar ko'pchilik taniganda sizni men oradan 1 yil vaqt o'tgandan keyin bitta quruvchini oldiga kirib qoldim ish bilan. O'sha quruvchi ham "Ani proyektdan yana qachon qilasiz?" deb qoldilar. Va aynan mana shu men shu paytda bildim effektini rostdan ham bo'lganini. Chunki masalan B2B sohasida siz reklama qilsangiz, uni effektini sezishingiz biroz qiyin. Masalan biz hozir lift sotamiz obyektlarga. Tushunishingiz uchun bitta bino bitishigacha o'rtacha 1-2 yil kamida vaqt ketadi. Siz u reklamangizni masalan bugun ko'rgan bo'lsa, sizni masalan Zayniddin bu lift sotadi deb tanigan bo'lsa, reklamangiz orqali. Lekin bu sizdan mahsulotingizni 2 yildan keyin olishi mumkin. O'sha sababdan B2B sohasida reklamaning effektivniyasini bilish sal qiyinroq. Agar siz qanaqadir suv sotsangiz yoki qanaqadir har kunlik ishlatiladigan mahsulot sotsangiz, hozir olish mumkin bo'lgan. Xuddi shunaqa. Ertasi kuni siz uning natijasini bilasiz. Bitta reklamani bang'illatasiz hamma kanallarda, ertasi kuni sizga zvonoklar kelyapti, suvdingiz bitta oshib ketyapti, o'sha yerdan bilsangiz bo'ladi. Lekin B2B sohasida analitika biroz farqliroq bo'ladi. Endi u har xil aprosniklar orqali amalga oshirilgani menimcha to'g'riroq bo'ladi. Zo'r javob. Keyin bu loyiha
muvaffaqiyatli bo'lgani, takrorlanmas bo'lgani o'zi aytdingiz-ku, o'zgartirmasdan takrorlanmas bo'lgani, rezultat berganiga men o'zim ikkita isbot ko'rganman. Oldin shu Akfibuild ishlayotganimda kimdir so'rasa, qayerda ishlayapsan desa, Akfibuildda desam, Romnami derdi deb o'ylab turib, keyin o'sha proyekt boshlanganda o'sha Akfibuild desam, umiddaman mana €24 deb sразу ishlashni boshlashgan. Xuddi shunaqa. O'zi bu proyektdan maqsad ham aynan Akfi faqat rom emasligini ko'rsatib berish bo'lgan. Akfi kompaniyasida уже nima deydi, sanoat mahsulotlari ancha oldin ishlab chiqarishni boshlagan, lekin uni hali ko'pchilik bilmasdi. Aynan mana shu proyekt orqali uni ko'rsatib berish maqsad bo'lgan menda. Shartlarda ham juda zo'r ko'rsatib berilgan deb o'ylayman. Oddiy shart emas, imенно Akfibuildga bog'langan, Akfibuild mahsulotlariga bog'langan shartlar bo'lgan. Shu orqali ham katta esda qolib ketgan odamlarda assotsiatsiya bo'lib. Endi mana shu joyga yana bitta fikr, rahbar odam, ya'ni marketolog emas, eng tepadagi rahbar odam har doim maksimal natija kutadi. Hamma narsada, foydada ham, qanaqadir optimizatsiyada ham yoki boshqa reklamada ham har doim maksimal narsa kutadi. Va oddiy misol reklama sohasida ham, masalan, mana shu proyektimizda ham agar rahbarga qoldirsangiz, katta rahbarga qoldirsangiz, u har sekundga siz mahsulotingiz reklamasi ketishini xohlaydi. Lekin bugungi kunda bizani odamlarimiz уже reklamadan charchagan. Siz agar ochiqdan ochiq reklama qiladigan bo'lsangiz, sizning proyektingiz bunaqa yaxshi natijaga erisha olmaydi. Siz har doim kuzatuvchini joniga tegmaydigan darajada reklama berishni bilishingiz kerak. Me'yorida reklama podacha qilsangiz, u o'ziga yarasha shundan ham o'ziga nimadir oladi. Bu ham san'at deb o'ylayman. Xuddi shunaqa. Joniga tegmaydigan reklama qilish. Xuddi shunaqa. Biz ham bu proyektimizda aynan shunaqa skryuti reklamalar qilganmiz. O'shaning uchun bir oy davomida uzluksiz juda ham katta auditoriya ko'rdi. Masalan, undan oldin ham bo'lgan har xil bunga o'xshash proyektlar, masalan, bugungi kunda ham bor. Lekin qo'pol qilib aytganda, bilmayman, bunaqasi bo'lmagan. Hamma joyda reklama ketursa ham o'sha odam yoqmaydi. Bunaqasi bo'lmagani, bo'lmaslik ehtimol kattaligini ham men bitta isbotini ko'rdim. Holdingdagi katta kompaniyada mana shu loyihani sal boshqacharoq qilib men prezentatsiya qilishni, ya'ni hozir hammamiz bilamiz, jahon chempionatida O'zbekiston chiqqan, shu O'zbekiston chiqish o'yiniga battle formatda qilish. Ya'ni u yoqda B2B segmentlarni ishtirok sifatida olgan bo'lsak, men hozir shu prezentatsiya qilgan kompaniyam, bu kompaniyam holding ichida katta kompaniya, o'zini segmentidagi influenserlarni o'zini segmentidagi, ya'ni odamlar ishonch bildira oladigan odamlarni ishtirokchi sifatida oldim. Shartlarni ham shunga mos qilib bitta loyiha qildim, prezentatsiya qildim. Buni juda zo'r qabul qilishdi. Pulni ham hammasini hisoblab berdim. Keyin sразу aytishdi, Akfibuild qilgan edi, bu narsani shunga o'xshash narsa qilgan. Uni ham aytdim, shu o'zimiz ishtirok etganmiz, realizatsiyasida qarashganmiz deb aytdim. Shu joyda loyiha отказ bo'ldi. Ya'ni u narsa qilingan, уже yana qilsangiz takrorlayotgan bo'lib qolamiz degan narsa bo'ldi. Ya'ni уже menimcha ishonilyapti, bundan yaxshiroq qilib bo'lmaydi, уже yana qilsak, birinchi bo'lib qolgan, yana повтор bo'lib qoladi degan narsani aytishdi. Xo'p, Otabek aka, kulminatsion savollardan birini beraman. Katta kompaniyada marketing bo'lim boshlig'i sifatida ishlayapsiz. Qo'lingizda ko'p xodimlaringiz bor, 40 million oyligingiz bor. Bu yoqdan chiqib nimaga biznes sohasiga o'tdingiz, ya'ni o'z shaxsiy biznesingizni boshlash maqsad qildingiz? Endi hamma ham o'zini baribir sinab ko'rish kerak. Chunki zona komfort degan narsa bor, baribir. Qo'pol qilib aytganda, siz agar bitta joyda 5 yil, 10 yil emas, 1 yil ishlasangiz, siz уже qanaqadir zona komfortiga tushgan bo'lasiz. Meni holatimda bu aniq zona komfort. Chunki yaxshi oylik, yaxshi lavozim, hamma ishlarim уже relsga qo'yilgan. Lekin men уже anchadan beri o'zim xohlab yurgan narsam bu sistemadan, ya'ni bu zona komfortidan chiqib o'zimni sinab ko'rish. Chunki baribir shunaqa narsa bor, 30 ga kirgungacha siz chiqib ketishingiz osonroq bo'ladi. Agar 40, 45, 50 yoshda agar siz 20 yil, 30 yil ishlagan joyingizni tark etishingiz o'sha qiyin bo'ladi. Chunki siz kuchingizni yo'qotgansiz, aqlingizni yo'qotgansiz, tanishlaringizni yo'qotgansiz. Undan ko'ra shu 30 gacha chiqib 10 yil vaqtingizni mana o'zingizni sinashingiz kerak. Va meni o'sha qilgan ishim ham shunga yaqin bo'lgan. Ya'ni men 20 yoshimdan 30 yoshimgacha o'zimga kuchli maktab shakllantirdim.
va 30dan 40 yoshimgacha endi men o'zimni bu o'rganganlarimni biznesni sinab ko'rish maqsadi. Shu maqsad bilan men hozirgi ishlarimni boshlaganman. Hop, biznesda proseslar qanaqa ketyapti? Misol, qanaqa biznesni qildingiz, ili qanaqa rezultatlar bo'ldi yoki qanaqa o'xshamagan ishlar bo'ldi, shu haqida gapirsangiz. Endi biznesni nimasi yaxshi? Men tushunishingiz uchun bitta narsani aytaman. O'tgan yil 1 yil davomida men umuman foyda topmadim. 1 yil men foydasiz ishladim, lekin o'tgan oy men 1 yillik foydamni topdim. Tadbirkorlik shunaqa narsa. Shunga tayyor odam o'zini sinab ko'rishi kerak. Hozirgi kunda bizani sohamiz shu aynan qurilishligi, qurilish mahsulotlarini yetkazib beryapmiz. Bu ish bilan biz o'sha anchadan beri shug'ullanib kelyapmiz, lekin hozir buni biz sistemalashtirgan holda amalga oshirishni boshladik. Ya'ni Snap UZB loyihasini aytyapsiz. Shunaqa Snap UZB jamoamizni kengaytiryapmiz. Hozirgi kunda 10 dan ziyod obyektlar bilan ishlayapmiz. Bizani hozir asosiy maqsadimiz quruvchilarga mahsulot sotish emas. Ularni bosh og'rig'ini olish. Ya'ni qanaqa ma'noda? Ya'ni quruvchi 10 ta odam bilan ishlamasa, 10 ta odamdan spros qilmasa, 10 ta odamdan pulini hisob-kitobini qilmasa, bitta hamkor bilan ishlasa, bitta odamdan so'rab olsin. Mana shu narsani biz hozir yo'lga qo'yamiz. Zo'r. Buni Instagram sahifasiga ham to'xtalsak, juda qisqa muddatda 1000 tadan oshiq obunachi yig'ildi va videolaringizni ko'ryapman, juda ham ko'p millionlab prosmotr egallayapti. U olib chiqqan ideyalaringizni boshqa qurilish kompaniyalari ham ya'ni copy paste qilib chiqishyapti. O'zi qurilish sohasi kontent qilishga qiyinroq soha deb o'ylayman. Teng bo'lib million prosmotr bilan urishga bu yoqda qanaqa bunaqa natijalarga erishdingiz? Kontentga keladigan bo'lsak, o'zi bu hayot o'g'irlikdan iborat-da, bunday olib qarasangiz. Hamma bir-biridan o'g'irlaydi. Ideya o'g'irlaydi yoki qanaqadir boshqa narsalarni o'g'irlash mumkin. Biz ham shu kimdandir bitta ideyasini olgan bo'lishimiz mumkin, kimdandir yana nimadir uni va chiroyli shakllantirib, patacha qilib ko'rdik. Bu Instagramga keladigan bo'lsak, biz to'g'risini aytaman, hech qanaqa bir ortiqcha kuch, ortiqcha mablag' sarflamagan holda o'zimizni qiziqishimiz uchun qilib ko'rdik. O'sha aytganingizdek, yaxshi videolarni prosmotrlari yaxshi ketdi. Biz endi buni yuritishimizdan maqsad bu bugungi kunda bu sochsetilar deymiz, must have bo'lib qolgan. Ya'ni bu qilinishi shart bo'lgan narsalar. O'sha sababdan hozir biz yurityapmiz. Zo'r javob bo'ldi. O'g'irlash mavzusiga chuqurroq kirsak, mana hozir qolgan qurilishdagi odamlar sizni kontentingizni o'g'irlashyapti. Siz misol uchun uni kimdan o'g'irladingiz? O'zbekistondagi odamlardan o'g'irladingizmi yoki chet eldanmi? O'zi qaysi paytda o'g'irlash kerak, qanaqa o'g'irlash kerak? Uni ham baribir instrumentlari bo'lsa kerak, shu haqida gapirib bersangiz. Xo'p, o'zi menimcha hamma sohada ham Yevropa davlatlari yoki o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari tan olishimiz kerak, oldinda yuradi. Biz ham nafaqat tadbirkorlikda yoki o'sha boshqa narsalarda, balkim shu aynan kontent jihatida ham endi bu boshlayotgan marketologlarga ham maslahat. Yevropa bozorlari, ya'ni Yevropa kontentlarini ko'proq o'rganib kerak. Agar siz birinchi bo'lib Yevropadan olsangiz, O'zbekistondan keyin Qozog'iston, Qirg'iziston bizani atrofdagilar o'g'irlaydi. Agar sal kech qoladigan bo'lsangiz, bo'ldi. Sizlarning kontentingiz neaktual bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki O'zbekiston va qo'shni davlatlar hammasi baribir rus tilida gaplashadigan davlatlar. O'sha u kontent Qozog'iston o'g'irlab rus tilida agar bitta chiqazib yuborsa, bo'ldi. Sizning kontentingiz neaktual bo'lib qoladi. O'sha jihatdan bu yosh boshlayotgan marketologga, o'sha content makerlarga maslahat, birinchi Amerika, Yevropalardan kontentni sekin ideyani olish kerak. Bu yoqda misol Amerikadan o'zi Yevropadan ideyani Rossiya oladi birinchi, Rossiyadan shu aytganingizdek SNGga, keyin O'zbekiston tarqaydi. Siz misol Rossiyadan ideyani olayotgan paytingiz boshqa ham Rossiyadan olayotgan bo'lishi mumkin. Siz shuning uchun aytmoqchisizki, birinchi bo'lish uchun primoy Yevropadan yoki Amerikadan xuddi shunaqa. Zo'r javob bo'ldi. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsangiz, Snap UZB yoki shu loyihangizni 5-10 yildan keyin qanaqa darajada ko'ryapsiz? Endi boya aytganimdek, bizani hozir oliy maqsadimiz o'zi o'sha yosh tadbirkorlarga maslahat, biznes boshlayotganda pulni o'ylab, foydani o'ylab boshlash kerak emas. Har doim meni o'zi bitta strategiyam bor. Nima ish qilishimdan oldin. Masalan,
oddiy prezentatsiya bo'ladimi yoki qanaqadir oddiy tadbirkorlik bo'ladimi yoki nimadir ish qilishimdan oldin man o'zim bitta sistemam bor. Ya'ni muammo, yechim va natija. Aynan mana shu strategiya orqali любой ishingizni qiling, hamma ishingiz effekt beradi. Pul ham keltiradi. Xuddi shunaqa. Oxirida pul o'zidan o'zi keladi. Agar siz oddiy misol qaysidir ko'chadagi odam muammosini o'ziga bu muammoni yechib bersangiz, sizga o'z-o'zidan pul kelishni boshlaydi. Bizlarning ham hozirgi kunda holatgan narsamiz aynan shu. Quruvchilarni ortiqcha bosh og'rig'ini o'zimizga olish. Pul keyin o'zi kelishni boshlaydi. Tushunarli. Ya'ni muammosiga yechim sifatida quruvchilar pul to'lashga tayyor demaysiz. Xuddi shunaqa. Zo'r. Xo'p, Otabek, suhbatimiz qiziq ketyapti. Endi bizani ko'rayotgan shu obunachilarga, odamlarga maslahat bersangiz, mana tengdoshlarim yoki endi marketing boshlayotganlar, shunaqa vibr bor, ya'ni tanlov bor. Ular qanaqadir kompaniyaga, qaysidir kompaniyaga kirib karyera qilaymi deb o'ylaydi yoki mana hozir shaxsiy brend, SMM, performance marketing yokida shunga o'xshagan anaqalar ko'p, qisqacharoq nishalar ko'p. Shuni o'rganib turib, qaysidir misol targetingimi, qisqaroq instrumentni o'rganib turib, freelansda ishlagan yaxshimi? Qanaqa maslahat berasiz o'zingiz? Endi shaxsan meni maslahatim, men o'zimdan, ya'ni opitimdan kelib chiqib gapiraman. O'sha bir kun Artelda 2017-yilda edi. Kredit Aziyadan keldi mehmonlar. Kredit Aziyadan mehmonlar keldi. Bizani o'sha bosh mutaxassisimiz gaplashib o'tirishibdi. Men hali marketing so'zini M-sini qo'pol qilib aytgan, yaxshi tushunmaydigan paytlarim o'sha B2B so'zini ishlatishyapti. Keyin bizning majlis tugadi, chetga o'tdim, o'zim o'sha bitta rahbarimdan so'radim, B2B nima degani dedim. Sen oka bilmaysizmi? Shu marketingga tegishli so'z-ku bu ham dedi. Yo'q, oka bilmayman. Sen oka har kuni qiladigan ishingiz u dedi. Nima eshitsam, oka mana shu Arteldan Kredit Aziyaga tovar berish mana shu B2B hisoblanadi dedi. Ya'ni business to business. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, eng yaxshi bilim olish bu amaliyotdir. Ya'ni ishlab bilim olish. Mana hozir o'zi yoshlarning asosiy muammosi nima deb bilaman? Bitta joyda uzoq ishlamaydi. O'zini o'tda ishlab ko'radi, bu yerda ishlab ko'radi, bu yerda ishlab ko'radi, uzoq ishlamaydi. Men maslahat nima beraman? Bitta katta kompaniyaga ishga kirish, katta kompaniyada o'ziga birinchi yaxshi maktab qilib olish. Mana bizda ham qo'limizda o'sha ozgina vaqt ishlab ketgan bir ikkita shogirdlarimiz bo'lgan. Ular ham hamma joydan o'zini bilimlarini olib, hozir marketing agentstvalar ochgan. Shunaqa kadrlarimiz ham bor. Ya'ni o'sha xodim bitta joyda ishlab, o'ziga birinchi shkola yaratish kerak. Shkola yaratgandan keyin u keyin bemalol xohlagan ishini qilsa bo'ladi. Nima sababdan deb o'ylaysiz mana shu qaysidir kadr, yoshroq kadr hozirgi vaqtda bitta joyda uzoq muddat ishlamasligini? To'g'risini aytaymi, yoshlar вообще hozir bor. Endi siz tashqaridan qaraysiz, men endi o'rtalarim yoki mendan yoshroq, mendan kattaroq odamlar bo'lishi mumkin. Bunga o'zi asosiy sabab nima? Masalan, agar 20-30 yil orqaga qaytaylik, 20-30 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonning ekonomikasi qanaqa bo'lgan? Hozirgi kundan ancha tan olish kerak, og'irroq bo'lgan. Variantlar kam bo'lgan. Masalan, kadr qo'pol qilib aytganda, birinchi chiqqan joyga ishga kirib ishlashga rozi bo'lgan, minimal oyligiga. Lekin hozirgi kunda qaraydigan bo'lsak, u imkoniyatlar kengayib ketyapti. Xohlasa chet elda o'qisin, xohlasa chet elda ishlasin, xohlasa uyda ishlasin, umuman ko'chaga chiqmasdan onlayn ishlasin, o'qisin, bu qilsin, hozir variant ko'p. O'sha sababdan hozir yoshlar o'zini har sohaga urib ko'rgisi kelyapti. Ya'ni lekin bitta narsa noto'g'ri, hech qachon oson yechim topish kerak emas, qidirish kerak emas. O'sha boshida qiyin bo'lsin, keyin oson bo'ladi. Boshida oson bo'lib, keyin qiyin bo'lgandan ko'ra. O'sha jihatda yoshlarga va hozir endi boshlayotgan marketologlarga katta kompaniyada birinchi bilimini oshirish kerak. Mana oddiy misol, bizda shunaqa vaziyat bo'lgan. O'sha Akfa Build kompaniyasidan bir 15 ta 20 taga yaqin xodimimizni bittada bo'shaydigan payti bo'lib qolgan. O'shanda men hamma xodimlarni yig'ib bitta gap aytganman. Hech kim nastroy tushirmasin, kayfiyatini tushirmasin. Hozir masalan bu yerda kimdir yarim yildan beri ishlayapti, kimdir 1 yildan beri ishlayapti, kimdir oyligi masalan 5 million, kimnikidir 8 million. Mana shundan ishdan ketganinglardan keyin любой joyga borib turib, menga 12 millionlik ber desang, любой kompaniya sizlarni ishga oladi deb aytganman. Xuddi shunaqa bo'ldi. Masalan, bitta xodimimiz bitta katta kompaniyada 20-25 millionlik ishlayapti. Bittasimi? Bitta xodimimiz o'zingiz, bitta xodimimiz mana 18 millionlik ishlayapti. Ya'ni katta kompaniyadan siz bilim olishga qiziqishingiz kerak va karyera qilishga qiziqishingiz kerak.
tez ishlab menga yoqmadi ketib yubordimga emas. Ana narsalar aytaman hozir chiqyapti, kurslar tushyapti. Misol, men kursimda o'qisang, keyin zapusk o'rgansang, 6 oyda mana bo'lib ketasan. Mana men Malibu oldim yoki SM orqali mana bunaqa oldim yoki targeting orqali tracker oldim, Equinox oldim deb odamlar chiqyapti. Shunaqa, men kursimda mana shu narsani o'rgansang, sen ham olasan degan narsani Kurs chiqyapti. sotish bu biznes bo'lib qoldi-yu. Shunaqa, Biznes. qayerdadir yaxshi karyera qilayotgan odam ham chiqib ketib, shu kursda o'qib Malibu olaman deb, misol menda boshlang'ich kamroq, misol 3-4 milliondan boshlashi mumkin kontent kompaniyada marketing sifatida, как stajyor sifatida. 3-4 million oylik ish yurmandan ko'ra, men buni o'rganib bitada Malibu olaman degan fikrlar bo'ladi. Bu fikrlarga qanaqa qaraysiz? Malibuni bittada olar, lekin bitta narsa mana bitta mijozga 10 ta joydan taklif kelibdi. Bitta sotuvchi unga taklif bergan, ana sotuvchiga u yo'q deb ketgan. 1 yildan keyin u mijoz sotuvchi oldiga qaytib kelibdi-da, "Men o'zi sandan olsam bo'lar ekan, bular ichida bitta san aldamagan ekansan" degan ekan. Bu hozir aytayotgan narsangiz ham xuddi shunaqa narsa. Bir marta o'qishadi, lekin ertaga bu narsani o'xshashi qiyin. Lekin u bilim bo'lib kirgan narsa 5 yildan keyin ham foydalanasiz, 10 yildan keyin ham foydalanasiz. Shunaqa fundament bo'ladi. Xuddi shunaqa. Zo'r. Hozirgi yana eng основной yoshlar, ko'p yoshlar bilmaydigan narsa finansoviy gрамотность, ya'ni moliyani o'quvi deylik. Moliyani o'quvi yo'qligi. Ya'ni masalan bitta narsa, men o'zim o'sha 750 ming ishlab yurgan paytimda ham qo'limda pulim bo'lgan. Shu 30-40 million topgan paytim ham qo'limda pulim bo'lgan. U nimadan bo'ladi? U pulni to'g'ri boshqarishdan. Ya'ni ko'p hozirgi yoshlar topgan pulini o'zini ehtiyoji uchun yo'qib tashlaydi. Shunaqa menda ham bor bu. Shunaqa. Lekin har doim topayotgan pulni bo'laklarga bo'lib olish kerak. Masalan, 30% oilaga, 30% masalan o'zim ehtiyojlarim uchun, 20% masalan har xil o'sha xayr ishlariga yoki nimadir kutilmagan narsalarga desak, masalan, yana qolgan 20% u bo'ldi. Olib qo'yiladigan qism. U pulga tegish kerak emas. Mana shu finansoviy gрамотность bo'lmagan odam u xoh oyiga 5000 dollar pul topsa, u pul yig'a olmaydi. Mana shu narsani o'rganish shart. Zo'r fikr etdingiz. Yana bitta shunga misol, bitta millioner oldiga kelib turib, bittasi so'ragan ekan, "Menga millioner bo'lishni o'rgat" deganda, ana millioner so'ragan odam qo'liga 1 dollar pul bergan ekanda, "Sen mana shu 1 dollar qadriga yet birinchi" degan ekan. Ya'ni kichkina pulni qadriga yetgan odam keyin katta pul topa oladi. Shunaqa ChatGPT bilan gaplashganda shu narsa bo'yicha misol pulim bor, qat'iy investitsiya qilsam bo'ladi dedim. Menda pulim miqdorini aytdim, tushuntirdim. Birinchi narsa, investitsiya birinchi narsasida qoidasida pulingni yig'di deb hisoblaydi. Mana shu narsani tam yig'ib 1 yil yig', keyin o'sha investitsiya haqida gaplashamiz. Ungacha gaplashamiz bu haqida deb ChatGPT mana shu narsani ta'kidlab o'tdi. Endi to'g'ri, masalan, hozir ko'pchilik yaxshi pul topyapti, o'sha bizda yaxshi sharoitlar yaratildi. Ularga meni maslahatim, masalan, agar odam yaxshi pul topyaptimi, lekin masalan hamma har xil, kimdir 20 yoshida tadbirkor bo'lib ketsa, kimdir 50 yoshda tadbirkor bo'lib ketadi. Lekin 20 yoshda kimdir qo'liga pul tushib qolsa, u pul yo'q qolmaslik uchun yaxshisi bugungi kunda menimcha shu недвижимостьga pul tikib qo'yish. Mashinaga ham emas, yoki qanaqadir eng yaxshisi shu недвижимостьga pul tikib qo'yib, ertaga keyin tadbirkorlik hissi bittada ochilib ketgandan keyin biznesga kirish kerak. Zo'r javob bo'ldi. Keyin ChatGPT degan yana bitta savol keldi. O'zi marketing sohasida sun'iy intellekt qay darajada misol egallay oladi marketing sohasini? Marketinglar keyinchalik kerak bo'lmay qolish xavfi bormi? Sun'iy intellekt o'rnini egallab qo'ya oladimi? Endi agar real qaraydigan bo'lsak, xavfi bor. Допустим, hozir oddiy misol 10 ta odam qiladigan ishni bitta ChatGPT o'zi hal qilib qo'yadi. Copywriterlar уже ancha-muncha. Shunaqa. U nafaqat marketologlarga hozir. U bilmayman, qani operator, ya'ni kino oladiganlarga, klip oladigan klip makerlarga ham u xavfi tug'ilyapti o'sha bu sohani. O'shaning uchun menimcha borib endi bu bilan to'g'ri odamlar ishsiz qolib ketadi deb qarash ham noto'g'ri, chunki u ishsiz qolish u butun davlatda eng katta global muammolardan bittasi bu. Kerak bo'lsa u ChatGPTni kerak bo'lsa bloklab qo'yishgacha boriladigan bu muammoda o'zi aslida ishsiz qolish. Lekin menimcha borib baribir bizda shu servis sohasi kuchayib ketadi.
servis Chunki servis o'rnini ChatGPT bosa olmaydi-da. servis deganingizda aynan qanaqa servis? Xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish. Har qanaqa sohada. Kafe, restoran sohasi bo'lsin, qanaqadir oziq-ovqat sotish sohasi bo'lsin yoki qanaqadir meditsina sohasi bo'lsin. Shunga o'xshash barcha xizmat ko'rsatish turlari. Teatr bo'lsin masalan, u teatr ChatGPT o'ynab bera olmaydi. Otabek aka, ko'pchilikga qiziq bo'lgan mavzuda yana bir savol beraman. Ya'ni xodim bilan rahbar munosabati qanaqa bo'lishi kerak? Mana ko'p rahbarlar yaqin olib borsa, xodimini hurmat qilmay qo'yishi mumkin yoki qanaqadir yana muammolar kelib chiqishi mumkin yoki juda ham distansiya qo'yib qo'ysa, subordinatsiya qo'yib qo'ysa, bu ham motivatsiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Shunda qanaqa balans ushlab yursa bo'ladi xodim va rahbar o'rtasidagi munosabatda? Endi o'zimiz oddiy ishchi ham bo'lganmiz, rahbar ham bo'ldik. Eng yomon ko'rgan narsam xodim bilan rahbar o'rtasidagi qanaqadir yolg'on. Ya'ni men shunaqa o'ylayman, har doim 100% ochiqlik bo'lishi kerak. O'rtasidagi yaqinlikka keladigan bo'lsak, albatta subordinatsiya bo'lishi shart. Subordinatsiyasiz bo'lmaydi, chunki rahbar o'zini hurmati bo'lishi kerak, rahbari aytgani baribir amalda bo'lishi kerak. Endi ko'p narsa baribir xodimni fikrlashdan ham bo'ladi. Masalan, har xil xodim bor, bitta yaxshi gapga tushunadi yoki 10 ta tayoqga tushunadi. O'sha sababdan rahbar vaziyatga tushuvchi, adaptatsiya tez qila oladigan odam rahbar bo'lishi kerak. Ya'ni xodimga qarab kerak bo'lsa rahbar o'zgarishi kerak. Endi masalan, har bitta xodim haydab yubora olmaysiz-ku. Yaxshi xodimingiz bor, tasavvur qiling, 100% siz aytganingizni qilib beradi, yaxshi natija beradi, lekin bir payt sizlarni o'rtoq ko'rib yuboradi. Bu xodim haydab yubora olmaysiz, to'g'rimi? Sal o'sha payt rahbar xodimga tushib, subordinatsiyani saqlab, ishni davom ettirish kerak. Tushunarli. Ya'ni общийga, ya'ni umumiy aytadigan qanaqadir qoidalar yo'q, hammaga tushib ketaveradigan, hammasi individual xodimlar kelib chiqadi. Shunaqa. Agar daraxt ham masalan mana shunda o'sadi-yu, to'g'rimi? Sal u ham masalan shamolga qarab, bundoq to'g'rilab olamasa, oxiri sinib ketadi. Rahbar ham xuddi shu, xodim ham xuddi shu. Zo'r o'xshatish bo'ldi. Xo'p, yana bitta savol bor, qiziq savol. Ya'ni komandada kontraga borib turishadi, yoki dota o'ynab turishadi. Bir xil payt, bir xil kompaniyada xodimlar o'zaro boradi rahbarsiz, bir xil kompaniyalarda rahbar ham qo'shilishib boradi. Bunaqa holatga qanaqa qaraysiz? Endi ishdan tashqari madaniy hordiqqa men har doim za bo'lganman. Xodimlar bilan birga. Albatta, xodimlar bilan birga. Lekin o'sha yana qaytamiz, subordinatsiya saqlagan holda bo'lishi kerak. Siz to'yib qo'ysangiz, ertaga ishxonada o'tiribsiz-da, shef kecha picha oladim degan gap chiqaysiz rahbarga yoqmaydi. Tushunarli. Men lekin asrorgan so'yib qo'yganman kezga. Otabek aka, siz maroqli, foydali suhbat qildik. Xudo xolasa yana siz bilan bu mavzularda chuqurroq gaplashamiz. Xo'p, kelganingiz uchun, vaqtingizni ayamaganingiz uchun, shuncha tavsiyalar, tajribalaringiz bilan bo'lishganingiz uchun rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat. Rahmat.